istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirab. Azizlar, mana keyingi manzilimizda Chaqalama qalasimiz. Bu yerda Zoya onamizni eng baxtli ona qilamiz. Dilshodbek o'g'li Guljoron kelin nomidan marhamat birgalikda. Bu mening onam, har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda o'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Tushunsa bilmagan benorim, bu shoh jonimga madorim, yaldizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Muhabbatdan so'z ochsangiz, eng birinchi navbatda onadan boshlang. Chunki onasini sevmaydigan farzandni muhabbat yolg'on bo'ladi. Onajon, siz aytib bo'lmas, ta'riflab bo'lmas muhabbatsiz. Sizning mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi. To'xtamaydigan, kamaymaydigan mehr sizning mehringiz. Onajon, sizni nega yaxshi ko'raman? Chunki go'zallar ichida o'xshayamsiz. Dunyodagi insonlarning hammasi, barchasi oddiy suv, lekin siz qalbim rohatisiz, zamzamimsiz. Onajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum va shifayizli xonaga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli onajonlarimiz, opajonlarimiz. Bugun Xorazm viloyati Yangi Bozor tumani Jayxun Gulshan ijodiy kompaniyasi vakillarining ushbu fayizli xonadonga qadamlanishlar ishimizning asosiysi bor ekanlar. Ya'ni Zoya onamiz savrat ayyomlari ekan. Tug'ilgan kunlari yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Sizga eng avvalo salomatlik, dunyodagi eng go'zal tilaklarimizni tilab qolamiz. Xo'p, sizga bitta savolimiz bor edi. Bugun sizni kim nomidan tabrik etgandik bilasizmi? To'g'ri topdingiz. Bugun sizni judayam yaxshi ko'radigan eng birinchi navbatda musofirlikdagi Dilshodbek o'g'lingiz qolaversa, Guljonoy keliningiz nomidan tabrik etgandik. Eng birinchi navbatda o'g'lingiz aytdi: men onajonim yaxshi ko'raman, ilohim vaqtimizga sog' bo'lsalar, eng yaxshi kunimizni duo qilib yonimizda bo'lsalar. Biz farzandlari shunday onajonimiz bo'lganidan faxrlanamiz. Allohimga shukr, shunday ayolni bizlarni onamiz qilganiga. Biz eng baxtli farzandlarimiz, ilohim rohatimizni, farog'atimizni ko'rib yursin deya, siz uchun hayotingiz shirin bo'lsin deya, dunyodagi eng shirin tortni tayyorlagan ekanlar. Birgalikda topshirib qo'yamiz siz uchun. Marhamat. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы приеду, потому что Uchun farzandlaringiz nomidan dunyodagi bebaho sovg'alardan biri bo'lmish Alloh taolo tomonidan yerga nozil qilingan eng oliy ne'matlardan biri bo'lmish Qur'oni Karim kitobi joy namoz tasbih Onam degan har so'zingga men hamisha yo'lakman, bag'ring sening nurobirur. Birgina duo qilsang dunyo oyimda yurur. Ilohim boshingiz joy namozdan boshqa hech nimaga egilmasin deymiz. Siz uchun yana bitta esdalik sovg'alari bor. O'g'lingiz, keliningiz nomidan birgalikda topshirib qo'yamiz. Marhamat. Oilaviy suratlaringiz tushirilgan jannatim onam soat portretlar. Marhamat. To'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi, yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ular, hammasi borligingiz ona, hammasi
so'raymiz. Opajon, endi siz uchun o'g'lingiz va keliningiz nomidan to'rt qator she'rimiz bor. Marhamat, o'qib eshitiraman. Bu faqat siz uchun. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab. Baxtga yetishimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Men deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqularda kecha tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Men sabab halovat bilmaganimsiz, mening ertam uchun tinmaganimsiz. Har qachon yonimdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Uzoq umr ko'ring, baxtimni ko'ring. Orzular ushalgan ahtimni ko'ring. Doim duo qilib yonimda turing. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Mana shunday ajoyib she'rlar farzandlaringiz nomidan tug'ilgan kunlaringiz yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Opajon, syurpriz yo'qdimi? To'g'risini ayting, kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Ey rahmat, har doim mana shunday farzandlaringiz e'tiborida ardag'ut yurish sizga butun umr nasib qilsin deymiz. Xo'p, endi tilaklar sahifasini ochamiz. Assalomu alaykum, marhamat, tilaklaringizni bayon qilishingiz mumkin. Marhamat. Yo'llarim yorishgaydir, onam duo qilgan zafar. Men gunohdan bir bola, begosh bo'lsa kechir ona. Bugun men qizimni Zoyichkani tug'ilgan kun. Muvaffaq umr, baxt, saodat tilayman. Xudoyim hamisha sog' salomat yurgayni arzu umid o'tsa, Alloh taolo o'zi yetirib o'rgay. Necha yosh Alloh taolo bergan bo'lsa, hamisha sog'lig'i, hech qachon qarimag'ay. Hamisha sog'lig'i bizlar uchun Xudoyim. Дорогая моя доченька Зоечка, сегодня тебе день рождения. В этот день я хочу тебе поздравить с днем рождения. Пожелаю тебе крепкого здоровья, большого человеческого счастья и много-много радости, чтоб ты всегда была любима и чтоб тебе любили, чтоб у тебя появились внуки, и ты их любила, как я любила тебя. Будь всегда счастлива, моя дорогая доченька. Assalomu alaykum onajon, marhamat sizdan. Tilaklaringizni bayon qilishingiz mumkin. Marhamat. Onam mening Zoyaxon tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz. Xudoyim 100 yoshlarga kirib, aqlab, chavliq, yovliq ko'rib, ona bolamni ham to'ylarini yetib o'tirgan shu qarindosh tug'anim bilan birga, opam bilan birga nasib etgay Xudoyim. Yurtimiz tinch turg'ay, bog'alarimiz omon sog' kelgay Xudoyim. Shu aqlli bo'lganingda da bundan ham ziyoda bo'lib, safimiz kengayib o'tirmoq nasib etgay. Ey rahmat, tilaklaringiz uchun katta rahmatimizni aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, marhamat. Zoyani tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Uzoq yosh bersin, bolalarimiz rohatini ko'rsin. Shu bog'lar omon sog' to'lib past kelsin. Shu uylarda to'ylar bo'lsin. Ey rahmat, tilaklaringiz uchun katta rahmatimizni aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, marhamat. Onam mening Zoyani uzoq bilan saodat bilan. Doim qo'sha beshiklar aytib o'tirmoq bizlarga nasib etsin. Ey rahmat, tilaklaringiz uchun katta rahmatimizni aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, marhamat. yo'llarim yorishgaydir, onam duo qilgan
Assalomu alaykum. Hurmatli davlat qatnashchilari. Mana bugun biz singlimning tug'ilgan kunida o'tirgan ekanmiz. Men shunga baxt tilayman. Shu ro'za-i Ramazon oylarida hojana bo'lg'ay, aqtiq, cho'liq, yavliqlar suyish nasib etgay. Şu beşik toylardan o'tirish hammamizga nasib etsin. Şu bolalar sog' bo'lsin, shoxdagi hammalar sog' salomat kelsin. Topqanlari to'yga bersin. Alloh ham bala-qabalardan saqlasin. Şu kam nonday aziz bo'lsin. Suvdek tiniq bo'lsin. Hem yaxshi topgan fuqaro yaxshi kunlar yursin. Dasturxonlari to'kin sochim bo'lsin. Meni baxtimga Allohima omonat tushsin. Hamisha meni baxtimga sog' tirikda yursin. Bismillahirrahmanirrahim. Arzum şu uçmasın yangan çırağın, yıldızday nur satsın çeşmin karağın. Meğer çınar bulsan, çınardek yaşa, bir vakt üzülmesin birer yaprağın. Hemşe uzak, ömür, sıhhat, salametlik, amet, konuşlar, kızanadan yoldaş kıl. Hemşe şu balların baktığına soğuk olaysan, iteklerin aktıklarına turip, kuanmalar hemmimize nasip etsin. Şu tosiyene yüzleşkey, şu yağmurcanan sağ salamet doğay, şunday acayip kirillerde aliyi hizmetlerini görgey. Hem o akşam hanalarda bize fakat kuançka girdik, şu singlerin gözünden bir yaş tanıtı, ne akmasın, her şey görülürsün. İyi, rahmat. Rektorishimga tilaklarimizni aytamiz. Assalomu alaykum, marhamat. Ro'yxatda tug'ilganingizni tabriklayman. Ko'p yoshlarga bog'alaringiz baxtini, kelinlaringiz baxtini, besh to'ylarda o'tirmoq nasib etsin. Hamma Ey rahmat, rektorishimga tilaklarimizni aytamiz. Assalomu alaykum. Keling, marhamat, davramiz markaziga. Direktoringizni bu yo'nalishingiz mumkin, marhamat. Zoya tabriklayman tug'ilgan kunim bilan. Hamisha o'ynab yurgaysan inamning oldida, inam bizning oldimizda sayrgay, sening oldingda sayrgay. Bağlanlardan görgeysen artık çoğuk görmek bizegedan sanadan nasip edebilsin. Şu mına roza ayında niyet kılgan olsa hemmesi şu mına roza ayında emelge aşkay. İnanın erdine sağ salamet oynap gülüp görgeysen. Indigi şu beşik toylardanam anlatsam hemme oldu birçilikte sağçılıkta oturganız. Birinci nöbette sağlık gerek hemmege. Ey rahmat, rektorishimga rahmatimizni aytib o'tamiz. Zoya biz syurpriz yapmoqmiz. Farzandlaringiz yo'qlaringizni har bir direktoringiz yetishga tayyor. Marhamat. Assalomu alaykum, davramiz qatnashchilari. Tog'aylar, qo'shnilar, qarindoshlar. Shu meni hurmat etib tabriklab kelibsizlar. Rahmat, sog'lig'ingizlar hamisha. Ağalarım, şu apamı kuantırın deyip şunday sürprizlerde uyuşturupsizlar, sağ boğaysızlar, salamet boğaysızlar, tapqalarınız toylarga bergay Xudoyim. Indigi yil ko'payishib kutib o'tirgaymiz shunday tug'ilgan kunlarda aqtiqlar bilan. Xudoyim şu Allohga omonatsizlar, tapqalarınız toylarga bergay, tapqalarınızga Xudoyim bereket bergay Xudoyim. Meni siyladingizlar, sizlarga Alloh siylasin. Hamisha tapqalarınız toylarga bergay. Sağ bo'lgaysizlar, sizlarga ijodingizga da omad tilaymiz. Ey rahmat, rektorishimga tilaklarimizni aytib o'tamiz. Endi shu ojoylarimiz bor ekanlar. Assalomu alaykum, marhamat siz ham. Rektoringizni bu yo'nalishingiz mumkin, marhamat. Zoya'ya tabriklayman, tadavvur kuning bilan. Xudoyim 100 yoshlarga kirib yurgaysan, dilshodlik bilan guli qizim amasi to'lib toshib kelgay. Xudoyim kelasi yil qo'shaloq beshiklarni xudolar aytib o'tirgay, maqsadbekdan uylantirib, quvonishib o'tirgan. Vaqtimizda enaman sog' o'tirgan Xudoyim. Davlat boshimiz tabriklayman o'tdi. Ey rahmat, rektorishimga tilaklarimizni aytib o'tamiz. Aytganlaringiz kelsin deymiz. Aziz mehmonlar, syurpriz yapgan bo'lsa sizlar uchun qo'shiqlarimiz davom etadi.
Esimde shuncha balam, boshqasi yo'q dunyo. Joy pun Krishna jamoasi vakilasi Yulduz Xonimova va Nirmala Reis bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.